Assalomu alaykum do'stim, sancho qalaysan? Zo'rmi? Savollaring bo'pti. Короче, что хочу? Доброе утро всем! Видишь? Бабушка любит меня. Ладно, nima demoqchiman? Zalga ketyapman hozir do'stim Sancho. Zalga ketyapman. Shtativim sinib qolgan. Boshqa shtativ bor, lekin telefon sig'mayapti u shtativga. Qo'limga olib ketyapman chunki men ertaga bu kanalga video chiqarishim kerak. Mana bu sig'mayapti. Opasini zakaz qilganman, короче, AliExpress'dan. Boshqachasini zakaz qilganman, magnitli ko'ramiz. Keladimi yo'q? Вообще неудобно снимать. Ketaveramiz endi. Qani, nima gap, nima so'zlar bugun? ikkinchi marta, короче, kechami? Kechadan oldingi kunida. Kecha edi, по-моему. Aynan. Kechadan oldingi kuni nima kelmadi. Voy, men ketyapman qo'limda telefon bilan. Hamma qarayapti, nima qilyapti bu bolaga. Bolajon nima qilyapti? Что я хотел сказать? Ikkinchi marta trener kelmadi, poдряд. Menga aytayapti-ki, ukam uxlab qolman, tuda deyapti, brat. Ладно, endi может, qanaqadir problema bormi tuda? Бывает. Вот, mana bu bizning vastashka. Kim biladi, kim соскучился, kim sog'ingan bu gorodni. Men juda yaxshi bilaman bu gorodni. Men bir oy O'zbekistonga ketib juda ham sog'inib qolganman. От души. Вот. Azizlar, shunaqa gaplar, shunaqa yangiliklar. Sekin hozir zalga направляюсь. Zaldan keyin ishga. Bugun 13 soatlik smena. Mana bu jonivorda qarab turishim. Nasib qilsin akasi. Nasib qiladi bizga ham inshaalloh. Mana shu neviskini inshaalloh bitta bir titratish niyatim bor. Bo'lsin-da, Ali o'tib ketyaptimi deydi. Niyat bor, yaxshi niyat qilsa bo'lib ketaveradi. Qarasha. Hozir sekingina buyoqdan chiqib, zalga borib, trenovkani bosib, bugun men hozir ozgincha trener bilan ham video olib qo'yishga harakat qilaman. Вот. А так Петербург, вот такие двора, все дела. Ko'rsataymi? Mana Прикольно? Сейчас еще следующий двор. Эй, ha. Mana bunaqa. Juda ham ko'p mana bunaqa dvorlar Peterburgda. Yo. Ne, o'ziga yarasha gashti bor Peterda. Всё, ехали, ketdik endi. Какой завтрак? Завтрак Moskva. Значит, ko'rishga Moskva. Ha, uning yesin. Bana oldik lekin shunisi bor. Завтрак trenovkadan oldin bir nima yeb olmasam, men hozir trenovkada juda qiynalib qolaman-da. Oslam. Так, меня снимает все нормально. Сейчас подожди, да. Нет, он бы пакка tushib ketadi. 17 Pro Max tushib ketmas yani. Вот так вот. Нет, меня не видно. Окей. Сейчас вообще видео не бор, штативsiz вообще видео bo'lmayapti. Ну ничего страшного. Olish kerakmi, qilish kerakmi, gazni bosish kerak. Sen shu do'stim, bitta like podpiskani ayamaysan. Mendan esa senga bitta banancha. Ketdik. Banancha archi bo'lishmoqda. Вот здесь есть всё нормально. Oba. Всё ketdi. Опа, taykashkani ko'rsatding, taykashkani. Ichida opoq o'tiribdi taykashkani. Taykashka ушел. Окей, let's go. 40 секунд осталось. 40 секунд есть. Хотя 40 секунд, ой, juda. Bananni yarim puchoqqa chiqib ketib qoldi. Oba. Ketdi, короче. Yo'q. Ketmaydi, avtobus o'tyapti. Vastasha. Moskovskiy vokzal. Город Leningrad. Ketdik, ketmoqchi bo'ladi, yo'q. Извините, qizilda o'tmagan.
Короче, где-то 5-6 minutdan keyin o'zi zalda bo'lishimga trening kutyapti meni. Yo'q, 5-6 minut, 8 minut bor ekan. Qo'shtir. Voy. Bo'lyapti. Telefonga video kuzatgan odam ko'radimi ular? Mana shunday qo'shib kutaman maqlayapti ana deb. Hayron qolasan shu. Yeb qo'yamayman, nima qilyapti? Обычный telefon. Обычный so'rayapti. Shunchalik rivojlangan, nima qilgan joy bo'lganiga qaramasdan baribir telefonga haligi bunaqa qilib nima bo'lyapti deb qaraverishadi. Hayron qolasan kishi. А так вкусный бананчик. Так, hozir sekin bananni yo'g'olamanda sizlar bilan xayrlashtirib 1 sekundmi 50 sekundgami keyin сразу nimaga o'tib ketamiz. Zalga borib qolamiz hozir. Все, больше ничего не надо. Ko'ryapsan, kulyapti, to'g'ri? Shu qo'yda banan deyapti, mutasida telefon har qilib kulyapti sizlar. Onangizni. Ладно, не обращаем внимания. Ketdik. Mana shu pumpda qolsa vashi boshqacha bo'ladi-yu, lekin 2 soatdan keyin narsa shunday push deb qolib. Короче, bugun ertaga ishlaringizda ko'rganlaringizdek четкий тренировка bo'ldi, borib. Короче, ладно. Потихонечку, я думаю, сейчас тренировку закончили. Hozir sekin ishga ketaman. Так что biz bilan qoling. Ishxonaga hozir keldim, hozir keldim. Maytim. Ovqatlar bo'lmasam bo'lmaydi chunki. Короче, oshqozon ham tortib ketyapti o'zini trenirovkadan keyin. Salatcha, yo'q kartoshka tuxum bilan tir ketdik video issiqdan qarab ol. Bismillah. Короче. Nashnoy Peterburgda alangali salomansizlar. Siz o'tib ketaveramizmi? Ketdimi? Let's go. Hop. O'tib ketdik. Endi Let's nima demoqchiman? Nashnoy Peter bilan birga bo'lamiz avvazlar. Voy, bilasizlarmi shu xursandman? Alhamdulillah, men bugun bilasizlarmi qancha topdim? 8300 ming где-то так. Это чуть больше $100, да? Shuni Xudo berdi bugun. Вот. Shunaqa gaplar. Mana hozir endi uyga ketyapman. Balki qo'l bilan olayotganim bor, qo'lim bilan olayman. Video telefon chet неудобно, но ничего страшного. 8
8300. Mana bu biznikilarcha bor, eslaringizmi? Yo! Uzun. Bor. Nima sizlar? Просто oxirgi paytlarda hayot sal nima deydi? Uy ish, hali ham shu zavq bor, keyinchilar boshqa video qilib, qanaqadir o'zimni chalg'itib, naqd ham skushniy bo'lib qolyapti. Nasib shu. Uyda Toshkentdan uyg'onganimizni nasib qilyapti. Uning ipotekasini to'lab tugatsak, keyin dalishda cho'chib o'taman. Nima deydi? Sal qizaloq bo'lish kerak. Yo'llarga chiqib, ozroq dam olib, hozir sal ekonomik rejimni yoqilganda, keyin faqat shu ish, uy ish ishlar. Ko'cha istirab rasm qilish kerak bo'lsa. Atak nolmayman, hech qachon. Atak hammasi joyida. Mana ham bilasizmi bo'lyapti? Shunaqa satsiyat bor vaqti. Bro. Uçuryapti. Короче, what the fucking, oh my god. Вот. Shunaqa gap, nolish yo'q. Gazini bosamiz. Ha, erkak deydi shunaqa tomonda. Qiyinchiliklar bo'lib turadi bu hayotda. Qiyinchiliklar, самое главное bu qiyinchiliklar bizani yengib qo'yish kerak mana. Вот. Bizani yengib qo'yish kerak, mana uni qarab turishini. Jonivorda qara. 001. Красивый, да? Приколдес. Bak telefon qilib 17 Pro Max bo'lyapti bu mashincha. Ладно. В целом, to'g'rim yomon ketdi. M4. Hop. Hop. Ой, ёлки-палки, nima bo'lyapti? Охренеть. Yoniga boramizmi? Девчонки, приветствую. Мои подписчики там чатик говорит, вы крутые. Да, привет передадите чату. Девчонки стесняются, но ничего страшного. Let's go. Вай, ёлки-палки, поехали, ладно, дальше. Nima bo'ldi? Mani Peterburg yondiradi. Вообще красивый на самом деле. Ночной Питер мне нравится. Yaqinda bilasizlarmi boshlanadi? Белые ночи deydi. Типа soat 3 kechasida ham как будто soat 3 kechasida ham как будто bu haligi soat 9 ertalab bo'ladi, ana shunaqa havo bo'lib turadi, ana shunaqa osmon yop-yorug' bo'lib turadi. Uni qaraysan, soatga qaraysan 3, uni osmonga nima bo'lyapti deysan. Короче, hammaga rahmat prosmotr uchun azizlar. Bosh vastanya. Boya kelgandik shatdan, endi uyga ketyapmiz. Hammaga rahmat. Podpiska qilib like bosib qo'yasizlar. Qiziqroq videolar qilishga harakat qilaman, просто hozir aytganimdek, menda shu uy ish, zal вот так вот. Кругом. Ладно? Всех обнимаю.